alaykum hammaga. Xo'p, bugun 7 qism bilan tanishtirib o'taman. Ya'ni jet xavfsizmi? Ya'ni jetga pul kiritsam qaytib chiqarishimda muammo bo'lmaydimi yoki pullar o'z-o'zidan g'oyib bo'lmaydimi degan savollarga javob topamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu mani jet hisob raqamim. Hisobdagi mablag', kartaga chiqarish mumkin bo'lgan mablag' va xarj qilish mumkin bo'lgan mablag' ko'rinib turibdi. Xo'p, bu yerdan biz shuni ko'rishimiz mumkinki, mana bu mablag'lar nima ekanligini ko'rish uchun mana bu undoq belgisini ko'rish orqali buni bilishimiz mumkin. Mana bu qismida ham, mana 3 ta qismda shularni ko'rib bilishimiz mumkin. Agarda balansimiz to'liqligicha ko'rinmayotgan holatda mana bu balansni yangilash tugmasini bosish orqali biz balansni qaytadan bir yangilab olgan bo'lamiz. Hozir bugun yakshanba, shuning uchun savdolar amalga oshirilmaydi. Xo'p, endi mana bu yerda hisob raqam amaliyotlari mavjud. Bu yerdan siz o'sha kirgan, ya'ni chiqqan pullarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, birinchi to'lov amalga oshirilgan sanasi 2023-yil 11-noyabr sanasida 2-noyabr sanasida pul kiritgan ekanman. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Undan keyin mana pul solingan, chiqarilgan, yana solingan, chiqarilgan, xuddi shunaqa shaklda. Va mana bu yerda agarda sizda promo kod mavjud bo'lsa, bu yerdagi tushgan mablag'lar mana bu yerda ko'rinadi. 5000 so'm muvaffaqiyatli hisobimizga kelib tushgan. Shunaqa xavfsiz, ishonchli, hech qanday muammo bo'lmaydi. Mana bossak, o'sha arizani ko'rib chiqish holati ko'rinadi. Hammasi shaffof. Mana bozor bo'limidan bozorga o'tishimiz mumkin yoki chiqarishda mana chiqarish summasini ko'rsatasiz yoki hammasini chiqarmoqchi bo'lsangiz mana bu magnit tugmasini bosganingizda sizga o'sha mumkin bo'lgan chiqarish summasini ko'rsatib beradi. Bizda 2 ta karta mavjud. Xohlagan bitta kartangizga tanlab keyingisini bosish orqali sizga kod keladi. Kodni jo'natish orqali mana bizga kod keldi. Faqat bu chiqarishim, ya'ni hozir chiqarmoqchi emasman, shunchaki sizlarga misol tariqasida ko'rsatib o'tdim. To'ldirishda lekin kod kelmaydi. Kodsiz to'ldirishinglar mumkin. To'ldirishni bosasizlar, kartani tanlaysizlar, summani ko'rsatasizlar. Bu kodsiz, lekin chiqarib olishda albatta kod keladi o'sha kiritgan raqamingiga. Hozircha shular. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha obuna bo'lishni unutmanglar. Like va podpiskani bosinglar.